Homiladorlik har xil oylarda. Birinchi oy o'zingni malikalardek his qilasan. O'zingni avaylaysan, endi 2 kishi uchun yashayapsan-da. Ikkinchi oy sanda super hid sezish qobiliyati paydo bo'ladi. Oyjon, 13-etajda qo'shnimiz somsa quvvat sezdingizmi? Yo'q-e. Men chap tarafga qo'shnimiz tarvuz to'ydi, voy. 3-4 oy toksikoz. Umringda yoqtirmagan kraska hidini ham yoqtirib qolishing mumkin. G'alati narsalarga toksikoz bo'lasan, masalan. Oyjonni qo'shiq aytishlariga boshqarong'i bo'ldim. Kelin. Zebo. Bolamiz uchun-ku. Arqa soch jamalak, yonboshga tashlab o'yna. O'ynayversinlar. Zebo. Bola xolayapti. Sen kız buncha mazza yurursan bulbul. Nafaqat bola xohlagan, ba'zida o'zing xohlagan narsangga toksikoz bo'lasan. 5-oyingda boladan xavotir boshlanadi. Mabodo ko'p aksir qo'yishing ham doktorga telefon qilib, "Doktor, aksirman, bolaga zarar yo'qmi? Doktor, oyoq kiyimim spotdi, bolaga zarar emasmi? Doktor, lamonga toksikoz bo'ldim, bolaga zarar yo'qmi? Tillan narxi oshdi, bolaga zarar yo'qmi?" 6-oy qorning bilinadigan holatda har kuni o'lchab rasmga olib yurasan. Uyda esa bolaga ism tanlab janjal ham boshlangan. Iza bo'ladimi? Jasmin. Laylom. 7-8 oy og'irlashasan. Turish bir azob, o'tirish bir azob, yerga qarab yota olmaysan. Lustramizni ko'rmagan ekanman, tepasida 10 ta, pastida 5 ta bayi bor ekan-a? Lekin endi senga hamma g'amxo'r. Sen bemalol damingni olaver. Kirlarni o'zim yuvib qo'yaman. Och kiyimdagi dog'larni ketkazishni bilasizmi? Qanaqa ketkazadi uni? Ana vannada bayi bor. Qanaqa qilib ishlatadi uni? Tog'oraga 2 qoshiq bayidan solib, ustiga qaynoq suv solib, 1 soatga kiyimlarni yuvib qo'yasiz. Yuvgandan keyin oddiy kir mashinada yuvorsangiz bo'ldi. Bo'ldi, o'zim yuvib qo'yaman. 9-oy hamma tug'ishingni kutyapti. Sal qattiq aksirvorsin ham. Voy, boshlandimi kelin? Yo'q, aksirdim. Boshlandimi kelin? Yo'q, sut to'kvardim. 10-oy va nihoyat tug'ib olding. Go'yoki qutulding, lekin hammasi endi boshlanadi.